Assalomu alaykum. Ideal Plant korxonasini mahsulotlaridan bittasini ustanovka qildik. Bu apparatlarimiz shu kafelniklar rodmi shpakilovka ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu o'zini elagi, shinegi, cherishniga zapravka qiladi. Bu meshalkamiz. Bu yerda boshqaruv shitlarimiz uchala fazani ko'rsatib turishga knopkalar. Общий kilovati 15 kilovat energiya sarflaydi soatiga. Xo'sh, 1 tonna 300 kilo kafelniklar, 1 tonna rodbun, 1 tonna shpakilovka, 800 kilo finish chiqazadi. Qoplaydigan joyini oldiga chiqardik. Bu yoqlarda endi sharoit qilishar ekan, to'kini endi ulashib tortishadi. Yurg'izganda ham bitta chiroyli obzor qilamiz. Hozir ustanovka qilib tayyorlab qo'ydik. Kimga mana shunaqangi uskunalar qiziq bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Apparatimizda bu yerda qumni tashlangandan keyin elak. Bu katta ko'zli elak qo'yib qo'yganmiz. Yupqaroq elakni o'zlarini qumlarini mikroniga qarab qo'yishadi. Vibratorlik bu apparatimiz. Bu elak shinekka tushiradi. Shinek zapravka qilish uchun ichkariga tashlab beradi. Qornida o'zini ochiladigan joylari bor, tozalash uchun. Ochib bemalol tozalanaveradi. Pastida ana ko'rib turgan motor qo'yilgan, ko'k qoplashga fasovka qismi. Reduktorlarimiz yangi hammasi. Shitlarimizning ichi. Shitlar ham hammasi yangi materiallardan qilingan. Xullas, kimga kim mana kafelniklar rodmi shpakilovka ishlab chiqazmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.